Agar bandachi Allohga rostakam suyana olsa, kutmagan joydan, kutmagan ko'rinishdan najot keladi. Yengil kun bor, og'ir kun bor, xotirjamlik kun bor, xavotir bor. Mana shunday kunda Alloh aytganda qilib turib bersak, albatta Alloh o'zining nusratini beradi. Odamlarda juda ko'pchiligi mana shu ishonchdan g'ofil. Hozirgi kunda naqadar muhtoj bo'lyapti shu ishonchga. Allohni o'ziga suyanishlikdagi e'tiqodimizdagi kamchiligimiz borligi uchun nihoyatda muhtoj bo'lib turibmiz bunga. Hayotni asli tabiiy muvozanatiga qaytarishlik uchun mana shu ishonch qanchalik zarur bizga. Ammo biz mana shu ishonchni nima ekanligini bilamizmi? Biror marta mazasini totib ko'rganmizmi yoki biz hasbunalloh deb qo'yishligimiz faqat til uchida-yu, qalbimiz boshqa narsalar bilan ovora bo'lyaptimi? Biz shu ishonchga suyana olganmizmi? Mana shunday tavakkal qila olganmizmi? Bu tarix nimaga gapiriladi? Ibratlaninglar dedi Alloh taolo.